Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz Quva tumanidamiz. Mana Farg'ona Quva yo'lini bo'yida Bekat qishlog'ida joylashgan dietka oshxonasidamiz. Qish oylarining boshlanishida shu yerga 35 kilovatlik kotyorimizni qo'yib berganmiz. Zalning o'zi 350 kvadrat metr. Zalning o'zi. Hozir boshdan hammasini ko'rsataman sizlarga. Solnechniy sistemalar o'rnatilgan. Hammasi. 35 kilovatlik kotyorimizni hozir sizlarga ko'rsatib, obzorini qilib beraman. Qish oylarida kelib video qilamiz dedik. Ortini olmadik, vaqt bo'lmadi. Lekin Euro Plus Eco kotyorlarimiz. Hojaga ham o'zlari bir suhbatingizni olaylik desak, videoda ko'rishni xohlamayaptilar. Oshxonaning xo'jayini. Hojaga qishda necha kilo shunga ko'mir yoqdingiz? Hoka. Ko'pi 100 kilo. Rosa sovuq bo'lib ketganda 100 kilo yoqdingiz. Bundan 50 kilo, 60 kilo shunaqa. 50 kilo, 60 kilo, 350 kvadrat zalning o'zi. Yana qo'shimcha xonalar bor bu tomonlarda. Oshxonalar uchun juda ham udobniy kotyorlarimiz.